yalamaysan-da, shuni shirin bolalarni. Lo'lini harom lo'lini gapirasan. Kimni ko'tini yalavergan ekan? Ko'tini yala. Kim yalavergan? Yo, ko'rdingizmi? Yala ko'tini, buni ko'tini. Ana xola chiqib ketding do'kondan. Men yalayman. Yala uni. Yalavergan. Shirin bo'lsa kerak-da. Shirin bo'lganiga yalaymanda. Kichkina buvoqim tualetga bormaydi. Lo'li xotinlar bilan sizlarning og'izlaringga boradi. Ey, siqir. Sen harom, sen yo'q bo'l bu yerdan. Harom, hamma tomoni harom qillaring. Sizlar yo'q bo'linglar, iloyim. Ha, sizlar yo'q bo'linglar. Ushbu siz ko'rayotgan videorolikdagi onaxon ruhiy kasallikka chalinib qolgan onaxon. Shuning uchun ham o'zlarini gaplarini, o'zlarini xatti-harakatlarini iroda qila olmayaptilar. Buning natijasida avtobusda ham, metroda ham, do'konlarda ham turli xil xatti-harakatlar, turli xil odobga to'g'ri kelmaydigan, umuman bir hech qayerga sig'maydigan, insoniyat ko'tara olmaydigan gaplarni gapirib tashlayaptilar. Buni esa ba'zi odamlar videoga olib internetga tarqatishyapti. Xo'p, nima qilish kerak? Bunday vaziyatda nima qilish kerak? Bunday vaziyatda kimda kim g'alati xatti-harakatlar qilayotgan insonni ko'rganda unga borib, misol uchun, nimanidir tushuntirishga yoki bo'lmasam u bilan gap talashishga harakat qilish kerak emas. Chunki ruhiy kasal inson o'zini harakatlariga, o'zini holatiga o'zi javob bera olmaganligi sababli sizga yoki bo'lmasam atrofdagilarga birontaga zarar yetkazib qo'yishi mumkin. Buning uchun nima qilish kerak? 102 raqamiga qo'ng'iroq qilish kerak. Va hech qachon yolg'iz bir o'ziz u bemor bilan qolmang. Chunki u sizga zarar yetkazib qo'yishi mumkin. Ichki ishlar xodimlari keladi, u bemorni olib ketadi va psixiatrik brigada xodimlariga telefon qilishadi. Psixiatrik brigada xodimlari esa chaqiruv bo'yicha yetib kelib, bemorning ruhiy holatini baholaydi. Agar unda ruhiy kasallik bo'ladigan bo'lsa, uni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga davolanish uchun yotqizadi. Siz o'zingiz ruhiy kasal bemorni ko'rganingizda u bilan tortishib, unga nimanidir tushuntirib, uni agressiyasini yanada kuchaytiruvchi xatti-harakatlar qilmang. Balki u bemor siz qilayotgan xatti-harakatlar yoki siz gapirayotgan gaplar tufayli battar vajohatga kelib sizga yoki atrofdagilarga biror bir zarar yetkazib qo'yishi mumkin.